Assalomu alaykum. Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan o'moqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalaridan Mamu chapan kiyaychu degan hikoyani aytib beray. Yo'tal tableti turibla o'zicha qiylaydigan bo'lib qopti. Nima bo'ldi sana? deb so'rabdi Aspirin buvay hech nimani tushunolmay uning yumaloq beshini mehribonlik bilan silg'ash. Birari seni ranjitdimi? Yo'tal tableti beshini chayqabdi. Amsa doğru sandıqni yetaverib zerikibsan-da. Aspirin buvay yana so'rabdi. Ya zerikmidim. Qarasa, ma'tidan kashkish qopqin ichilmaydi. Esoncho ichimni pishirmay. Bu doğrular chapan kiyibapti. Menla yalang'och yuribaptiman. Yo'tal tableti birdala mijildab yig'lab ketibdi. Ey shayton, shuningga qiydab yuribsan-da. Aspirin buvay uning gaplarini anglab o'zini besib ololmay qaqaqlab kulib ketibdi. Chunki o'lish kun uy egasi dori sandiqiga bir muncha yangi dorilarni selib qo'ygan bo'lib, ularning bir munchasi rangarang chapalarni kiyishgan kapsulliq dorilar edi. Ular chapan kiyimiz bo'lmaydi. Dabdu Aspirin buvay oppoq soqolni silg'inicha o'zini kulkidan aram to'xtatib. Ular chapan kiysi bo'ldi ekan, men kiysam bo'lmamdi ekan. Mening narim ulardan kam. Dabdu yo'tal tableti yana o'z gapini yo'rg'ilatib. Gapimni tuzuk anglamam sen saqam. Tarsollik qilmay. Aspirin buvay sal xafa bo'libdi. Yo'tal tableti uning surliq qiyofatidan ayminib shukkida bo'lib qopti. Aspirin buvay dorilar jamiyatidagi eng peshqadam dori bo'lib, odatda boshqalar uningdan tap tortadi. Yeshi cho'ngroq dorilar bo'lsa, Aspirin oqsoqol deb uni hurmatlaydi. Saqam, sen bu dorilarning rangarang chiroyli chapolarni kiyib olganligini ko'rib, chidayolmay qopsan-da. Aspirin buvay yo'tal tabletini qiyshig'i tortib o'ltirg'izibdi-da, aldirmay tushuntirishga boshlabdi. Dorilarning sirtidagi rangarang bu chaponlar chiroyli bo'lish uchun kiyilgan bo'lmasdan, balki ularning alohida roli bor. Ba'zi dorilar kun nurining tushishi bilan sifati asal o'zgarib ketadi. Lekin chapan kiygizib qo'ygandan keyin u dorilar kun nuridan qo'rqmas bo'ladi. Ba'zilar dorilarning ta'mi g'alita, qirtoq, yutish tas bo'lg'achqa, kishilar u xil dorilarga totliq qab kiygizib qo'ygan. Bu xil dorilar totliq chapan kiygashga, bemorlar uni yutgan chaqda g'alita, qirtoq ta'mni sezmaydi. Yana ba'zi dorilar 3 oyda erisa unumi yaxshi bo'ladi. Shunga u dorilarning oshqozondan, shundoqla oshqozon suyuqligidan o'ngishli o'tish uchun ularga alohida chapan kiygizib qo'yilgan. Ustidan mundoq ishkanda. Yo'tal tableti o'zining chapan kiyman deb o'rinsiz qiydiganligidan xijil bo'lib, yerga kirib ketgiday bo'lib ketibdi. Shuningdan tortib, u chapan kiyman degan gapni ikkinchi og'ziga olmaydigan bo'libdi. O'moqlarim, bu hikoyadan ba'zi dorilarning nima uchun chapan kiyib olganligini bilib oldinglarmi? Biz bu hikoyani boshqa do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Kech bo'lib ketibdi o'moqlarim. Amnis bugun baldur uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.